Endi ensizlikçi. Hazır endi eng jiq bulavatgan bir xil psixikisli ciddilik nima? Daim beyaram bul titlash, ish titlash, ensizlik, yani panik atak deymiz buni, panik atak. Panik atak islimi hazır ko'p ko'rildi, panik atak. Panik atak. Endi bu xatni men inglizchadan bevosita ekirishni to'g'ri topdim. Chunki biz hozirlaqa nimkisi deymiz buni. Titlash, javlujin hanzucha, javlujin deb qo'ydi. Ammo buning hamda asli latincha kelishi panik atak. Bunu panik atak deb uyg'urlashtirib olsak bo'ldi. Buni alaylik nimasi? Doim bir so'ning ziyonkashlik qilgandek, doim bir demda bir yerlar og'rib ketib qolgandek, doim o'lib ketgandek, yoki doim boshqadan gumon qilgandek, doim atrofdagi odamlar uni tashlab ketib qolgandek, yoki bolasi bir ish bo'lgandek bir xil holat alomatlardan kelgan psixik masalasini panik atak deymiz. Agar panik atak bo'lmagan taqdirda odamlar nihoyat bir xil o'zini qo'g'inish holati tug'an vaqtda bundaq odamlar bilan siz paranglashayotganda sizmi beyaram bo'lsiz. Doim beyaram yuradigan odamlar sizga o'zining barliq uchurlarini bermaydi. Birisi sizni xato tushunib qolmasin deb bermaydi. Yana birisi sizni yaxshi ta'sir qoldirman deb bermaydi. Ular gap qilgan vaqtda asli hissiyotini, ko'ngildagi demakchi o'g'ini emas, balki sizning anglamoqchi bo'lgan gapingizni topaman deb beyaram bo'ldi. Yani bunda açıp aytganda rast gapni emas, to'g'ri gapni izlaydi. Ular gaplarning xato ulab qolishini shunchalik ansiraydi. Amaliyotda qarshi tarafdagi odam bo'lsa, buningdan beyaram bo'ldi. Bir beyaram bor tug'an odamga endi tug'an odami beyaram bo'ldi. Biz yoshlar shuni tushunishimiz kerakki, mayli baxt bo'lsin, mayli boylik yaratishda bo'lsin, mayli kishilik munosabatda bo'lsin, mayli nikohda bo'lsin, yoki muhabbatlar bo'lsin, kishilar sizga hargizim siz talantli bo'lganligingiz uchun, siz boy bo'lib ketganligingiz uchun yoki siz qaltis bo'lib ketganligingiz uchun emas, balki siz ma'lum bir odamning yeni tug'anda uning bir xil bexatarlik tuyg'usi beralganda, yoki siz bu vaqtida u o'zini xotirjam his qila olganda, yoki siz bu vaqtda u o'zini bir xil rohat his qila olganda, ondan sizga har xil fursatlanadi. Biroq nurg'un odamlar buning dal ta'tirini qo'llangan, nimasi bir xil ansiz holatda shakllanib olgan. Psixologiya nuqtasi elib aytgandimi, psixologiya nuqtasi elib aytgan vaqtda bu xil ansiz holatda yoki bu xil qo'g'inish holatida, mudofaa holatida turgan bu xil kayfiyatda bizning atrofimizda o'zimizga foydali sharoitni, men bayon deb ketdim, tashqi dunyoni, ya'ni tinch, xushal, baxt-saodat to'lgan muhitni yaratishimiz mumkin emas. Chunki sizning ichki dunyosingiz bir xil bexatarsizlik to'lganlik uchun, ichki dunyosingiz ansizlik to'lganlik uchun, ichki dunyosingiz yushish to'lganlik uchun tashqi dunyodagi muhitmi buning masalda sizga belgilik sharoitni hozirlab bergan gap. O'tganda men bir xotin berib qoldim. Xotenda bir odam mundaq dedi. Men tümüçü deydi, resimsizman deydi. Men sizning leksiyangizni anglagandan keyin mundaq bir sinoqni ishlab baqdim deydi. Ya'ni ko'nglim yerim vaqtida deydi. Qapqimni turib xushal bir resimni siz paqay deb har qancha urinsammi, kulib turgan xushal resimni sizolmadim deydi. Qapqim turib kulgan resimni men sizolmaydi ekanman deydi. Demak, bu bizga nima deb turibdi desa, bu xil holatda haddan ziyoda kishilardan yushinish holatiga borgan vaqtda bizning muhitimizdami buning masalda muhit yaratish mumkin bo'lmaydi. Mana bu men dastlabda degan ichki dunyo bilan tashqi dunyo o'rtasidagi munosabat. Chunki bir odam ko'rishiman deb kelgan vaqtda qo'lni ochib, siz unga mahlalati turib olsangiz, u cho'qim bu yerda beyaram bo'ldi yoki sizlar ko'rishamaydi. Fursatmi shu, baxtmi shu? Ya'ni bir odam qo'lni ochib kelib olsa, siz mushtingizni turib olganda u cho'qim ko'rishamaydi degan.